Xitoy soqchilari chiroy farqlantirish iqtidoriga ega qora ko'zoynak ishlatishga boshladi. 7 yanvar BBC bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy doiralari Jinju soqchilariga chiroy farqlantirish iqtidoriga ega qora ko'zoynak saplab ishlatishga boshlagan. Xabarda ko'zoynak soqchilari egillagan sonliq ma'lumot ambiriga ulanish orqali kishilar to'pi ichidan qochqinlarni farqlantirib chiqadiganligi yoki soqchi ko'zoynak orqali gumondorni suratga tortgandan keyin ko'zoynak sonliq ma'lumot ambiriga ulanib, ambardagi sonliq ma'lumotlar bilan selishtirish orqali gumondorga aloqador ism, adres qatorliq tafsilotlarni soqchiga yo'llab beradiganligi bildirilgan. Xabarda Xitoy soqchilari bu xil ko'zoynakni ishlatib, dastlabki qadamda qochib yurgan 7 gumondorni tutganligini bildirgan. Xitoy Sharq Turkistonda xristian mortlaridan 100 kishini tarbiyalash lageriga qamadi. 7 fevral Express torining bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy barliq diniga e'tiqod qilayotgan insonlarni bostirish hamda diniga qilayotgan dushmanligini dunyoga izhor qilib, 100 xristian murtini atalmish tarbiyalash lageriga qamagan. Xabarda Xitoy Sharq Turkistonda tasdiqlangan tarbiyalash lagerida 100 xristian murtining borligini, ularmi diniga yoki e'tiqodga emas, balki Xitoyga sodiq bo'lish tarbiyasiga majburlanganligini, tarbiyalash lagerida Uyg'urlarning borligini, Uyg'urlarning terrorchi degan tuhmat bilan qamalganligini, atalmish tarbiyalash lageriga qamalgan kishilar ichidagi bir qism kishilarning 1 oy, bir qismining 6 oy, yana bir qismlarining 1 yil bo'lganligini oshkorlagan. Saudiya Arabiston Isroiliyaga havo sohasini ichibatdi. 8 fevral Isroiliyaning Haaretz gazeti xabarida bildirilishicha, Hindistonning poytaxti Yangi Dehlidan Isroiliyaning poytaxti Tel Avivga boradigan Air India havo yo'llari shirkatining aeroplanlari uchun Saudiya Arabiston hukumatining havo tabaligini ichibatganligi e'lon qilindi. Saudiya Arabistonning havo tabaligini Isroiliyaga ichibatish sababi bilan Hindiston va Isroiliya o'rtasidagi uchish vaqti 2,5 soat qisqaraydi ekan. Xitoyning maxfiy tik uchar qismi vatanimizda amaliy jang mashqi elib bordi. Xitoyning Xinhua torining 7 fevraldagi xabarida vatanimiz Sharq Turkistonning Tangritog' rayoniga 10 yil burun maxfiy qurilgan atalmish Xinjiang harbiy rayonining ma'lum quruqliq Avasiya qismi qattiq sovuqda amaliy jang mashqi elib borganligi bildirildi. Mazkur harbiy baza Tangritog'ning shimoliy etikidagi ma'lum bir joyga joylashgan bo'lib, Xitoy doiralari tafsilotini oshkorlamadi. U joyning hozirgi havo temperaturasi 0 dan tuvan 30 Selsiya gradus bo'lib, bu yerda ishg'olda turayotgan Xitoy quruqliq Avasiya qismi yangi programma bo'yicha amaliy jang mashqi elib bordi.